Hamma narsa joyida. Non qo'yilibdi. Mevalari yaxshi. O'zi 11 ham bo'lib qoldi shekilli. Onasi? Hola be. Ichkaridagi dasturxonga qaradingmi, yaxshimi? Ha, ko'nglingizdagdan ham zo'r qilib qo'yganman dadasi. Yaxshi bilasan-ku, uyga nozik mehmonlar keladi. Ha, bilaman, voy. Dadasi. Lekin sizga Hoji akalik shunaqa ham yarashdi. Mayli. Sen ishlaringni qil. Hozir 11 bo'ladi soat. Kelib qoladi mehmonlar. Tezlashtir. Qo'y tezroq. Ishlarim qilay, xo'p. Tezlashtir. Hoji aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi? Ha, keling. Keling, sho'g'ir. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Albatta aka, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Umringiz qabul bo'lsin. Rahmat aka. Qani, kelingchi. Keling, sho'g'ir aka, keling. O'tiring. Qani hoji aka? Qani. Ilohim, qilgan ibodatlarimizni Alloh dargohida qabul qilsin. Sizga ham biz borgan joylarga o'zi chaqirsin. Alloh akbar. Xush kelibsiz aka. Rahmat. Qani, mana bu Zamzam suvda ko'raylikchi aka. Qani, Zamzam suvda olchi. Rahmat. Qani. Hozir mehmonlar ham kelib qoladi. Zam ish qilibsiz-da kelib aka. Umringiz qabul bo'lsin aka. Aka, bir uzr bilan chiqayotdim oldingizga. Tinchlikmi aka? Qanaqa uzr? 11 ga Ehsonga aytib ketgan ekansiz. Shunga kela olmayman deb mehmonlar kelmasidan oldin aytib qo'yay deb keldim. To'g'ri tushunasiz. Bir sinimiz turmush o'rtog'i vafot etib, turmush o'rtog'ini aka-ukalari, opa-singillari uydan chiqarib yuborishdi-da, uy talashib. Bechora sinimiz ikkita yetim bolasi bilan ko'chada sarson, ota hovliga qaytib kelsa, ota-ona vafot etgan, akasi bilan kelinni uyga sig'dirmabdi-da. Bizga telefon qilib, kunlik kvartiralarda yuribmiz. Jon aka, bizni ham xalqimizga olib chiqib video qilib bering. Bizga ham sababchi bo'ling. Bir xonali bo'lsa ham vatanli bo'lib qolsak deb bir oydan beri yalinadi. Bugunlik kunga va'da berib qo'ydim. Sizni ehsoningizga to'g'ri kelib qopti. Shunga uzr, bormasam bo'lmaydi. Hozirgi kunda shunaqalar ham ko'payib ketdi, Shavkat aka. Ha, aytmang. Qani hoji aka, bitta duo qiling. Shu sinimiz ikkita yetim bolasi bilan ko'chada sarson yurmasin. Uyli bo'lib qolsin hoji aka. Kecha umridan kelgansiz, duoingiz ijobat. Inshaalloh. Uni ustiga o'zingizni singlingiz, ikkita yetim bola ham o'zingiz jiyaningiz bo'ladi. Bir singlingizdan jiyaningizni vaqt qo'ying. Dadasi, do'pingizni kiyib oling, esingizdan chiqibdi. Hoji akaligingiz bilinib tursin. Ha, hoji aka. Bu singiz bilan ikkita yetim jiyaningizga uyingizdan joy bera olmaganingizga yarasha duo ham qila olmay qoldingizmi? Aslida eng katta savob silai rahmda emasmi? Allohu akbar. Sog' bo'ling hoji aka. Senim turmush o'rtog'im vafot etgandan keyin aka-ukalari, opa-singillari yer talashib, bizni uydan haydab yubordi ikkita bolam bilan dedingiz. Ha, ota-ona, aka-ukalaringiz bormi? Ota-onam 2 yil oldin o'tib ketishgan. Turmushim bo'lmagandan keyin ikkita bolam bilan ota hovlimga qaytib bordim. Akamga ham bitta singilni boqish malol keldi shekilli. Keyin bilan uyga sig'dirishmadi. Keyin bolalarim ehtiyoji uchun yordam so'rab telefon qilsam ko'tarmadilar. Keyin qo'ni-qo'shnida eshitsam umraga ketgan ekanlar.
Aziz vatandoshlar, biz sizga bir oynamiz. Ushbu videoni qilishimizdan maqsad, biz sizni umra safariga borishingizga qarshi emasmiz. Imkoniyatingiz bo'lsa, bir yilda 10 marta boring. Alloh muborak qilsin. Lekin aka-uka, opa-singil, silai rahimlar qiynalib turganda, ularga qarashmasdan, yordamlashmasdan umra safariga borishlik qanchalik to'g'ri ekan? Azizlar, xulosa o'zingizdan. Ushbu videoning kommentariyasida o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu biz uchun juda muhim.